Ramni olamiz, ko'mirni solamiz deydi, mana akalarimiz. Xudo xolasa mana ishlarimizni pishish jarayonlariga kuzatamiz. Kaminachiga kameramiz. Bu tomonlarda mana o'tlarimiz tayyor bo'lib qolgan holatlari. 1000 gradus, 1200 gradusda ishlarimiz pishib tayyor bo'lyapti. Bu videomiz zavodning o'zidan bo'lyapti. Xudo xolasa zavodimiz katta. Bir kunda shu 50 mingta pishgan ishimiz 80 ming, 90 minggacha xomushlarimiz chiqadi. Pishgan ishlarimiz gulanish jarayonlari. Aksariyat atlasmay bo'ladi ishlarimiz. Shular a'lo darajada. Aka turishtirib ko'rsatib qo'yamiz. Sizlar mana ko'rsanglar bo'ladi. Narxlarini aksiya narxlarda qilib, zavodning o'zida 700 ana osimsidagi 60 so'mdan qilib qo'ydik, 760 so'mdan. Bu joyida dastavkamiz bor. Yetkazib beraveramiz. O'chirda turgan mashinalarimiz. Bu tarafda mana xomushlarimiz ishlab chiqarish jarayonlariga ketyapti. Vodiy bo'ylab yetkazib xizmatlarimiz bor. Nomerlar pastda qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaveramiz. Shobir akalarimiz. Edi bu joyga. Shobir akaga xotin ham kerak ama. Qo'ydak.